Rahmanirrahim. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qurilish qilayotgan do'stlarimiz. Bugungi sanamiz 28-iyul, haftaning seshanba kuni 2026-yilda turibmiz. Qurilish qilayotgan akalarimizga, ukalarimizga, sabr toqat tilaymiz ustalarimizga. Havo juda ham issiq. Bu issiq tashlayotgan ustalarimizga charchab qolishmasin deb niyat qilamiz. Hop. Bugungi videomiz vassa qoqib, masalan, lombas ishlari to'g'risida bo'ladi. Sababki kommentariyalarda ko'pchilik so'rashyapti. Vassani qoqib, lombas ishlarini qanday qilsa bo'ladi? Sabab haqiqatan ham juda murakkab narsa. Sababki seysmopoyez kuyilgandan keyin to'sin tashlash. Hop. Savolga javob berib o'tamiz. Hozir harakat qilaman imkon darajada. Kamchilik va xatolar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Hop, mana to'sin. Mana shu to'sin bor. Mana zardo'l mana shunday uriladi. To'ldiriladi. Sababi sichqon kalamush, kalta kesak, ilon imkon darajada uy ichiga kirmaydi shunda. Ham uy issiq bo'ladi. Bu yerda darvozaxonamiz-ku. Uylarda shuna uryapmiz. Hozir bolalar mana g'ish zagotovkasini qilishyapti. Bular uzoqsin shogird bolalar ham. Buni niyat qilamiz, niyatiga yetsin. Hop, mana zardi bor to'g'risida gapirib o'tdik. Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Zardi bor to'ldiriladi mana holatda. Issiq bo'ladi. Vassamiz mana har bitta uchini to'singa choklab mixlab ketyapmiz. Mana hammasi to'rtta to'singa tushgan. To'sinlarimiz hammasi arradan o'tgan. Shuni hisobiga vassamiz ham juda chiroyli chiqyapti. Har bitta to'singa minyapti. Mana xotirjam. Sutda bemalol mana video qilyapman. Oldiga ferma tashlaganmiz. Kantina fermadan. To'sinlar endi bog'lanadi, bog'lab qo'yiladi. Sababki svarka ko'chishi mumkin. Changamini ko'pchilik qilishdi, taklif bildirishdi. Changalab turib svarkalab qo'yiladi deyishdi. U zilzilada cho'kishi mumkin, uzilishi mumkin. Sim bilan bog'lansa, zilzilada tirshenada qimirlaveradi. Orqa tarafi taxtaga qo'yilgan, sababi 20 metr darvozaxonamizni uzun bo'yligini hisobiga. O'zimiz eski uslubdagi uyvonimiz. Ya'ni ota-bobomiz yashab o'tgan uyvonlarimizdan berganmiz, uy egasini xohishiga qarab. Hop. Uyvonimiz boshqacha uslubda bo'ldi. Hol bo'lib ketishi ham mumkin vaqt o'tib. Hozircha uyvon vazifasini bajarib turadi. To'rtburchak stullar qo'yganmiz, quruqqa. 3 qaychi derazalardan qo'yiladi. Nega? O'sha 120 eshikka moslab ketganmiz o'rtalarini. Zal bo'lib ketishi ham mumkin. Uyvonimiz uzunligi 16 metr, eniga 3,5 metr. To'sinlarimizni 65 santimetrga qo'yganmiz. Mana bu joyda ochib ketdik ertaga. Samsungda lombaz loyin olamiz. Sizlar deydi, ko'p kommentariyada olishadi. Ishlaring tekis. Tekisligini sababi tekis narsa ishlatasizlar deydi. Ishlatamiz ba'zan mana. Mashina vassaga oldiga tomga. Sababki bu vassadan boshqa narsa ishlamaydi. Bunga muqqasangiz, katta muqqasangiz yorilib ketadi. Hozir buni ikkita to'singa moslab arada o'tkazamizda, o'toqlarni chopib, mana shu xonamizga, chekkadan xonamizga bitta qo'yma qo'yib tashlaymiz. Biz ham ishlatamiz imolar narsalar. Eski narsa ham ishlatamiz. Mana shu vassani ishlatamiz, eski vassa. To'sinlarimiz xohlasa konkret holatda tushdi. Pishganishdan urmadilaringmi degan savollarga oldindan javob berib ketamiz. Murlatga bo'laveradi. Mana murlat sababki har bir qatorda sindirib uriladi. Bu murlat shunaqa. Shuning uchun ham o'sha bo'ladi. Zardivorlar mana urilgan. Tomimiz maydoni kvadrat metrini hisob kitob qiladigan bo'lsak, eski uylarimiz bilan 300 dan o'tib ketadi. Ya'ni 300 dan o'tib ketadi. Mana eski uyimizning tom qismi. Buni hozir issiqligi uchun bolalarga tegmayman dedim. Lombaz qilgandan keyin shifri kelganda bitta qo'yma buzib tashlab, boshqatdan yangi strafil uriladi. Bu strafillarni o'ziga tepaga, konvertlarga, uloqlarga ishlab tashlaymiz.
Yana savollardan bittasi, seysmopoz ustiga nima qilinadi? Seysmopoz ustiga mana shunday to'sin tashlab ketilaveradi. Sababki ichida ikkita almutara qo'yilgandan keyin tagiga taxta qo'ymadilarmi degan savollar ham kelib tushadi. Tagiga taxta shart emas. Sabab mana massanani qoqiladi. Ponni ikki tomondan massa berib qo'yganmiz. Bu tomondan massa qoqiladi. Keyin pon va so'l chiqiladi hammasi. И to'siqlar bir-biriga mulab qo'yiladi mana shu yerda. Mana shu holat turlari oldini ham. Shu Instagram holati. Uyimiz oldida. Ikkita ustuni bor, rim ustun. Hop. Turbalarga keladigan bo'lsak, uyda dimoxoti. Uyimiz dimoxot qismi. Uy egasining talabiga binoan qo'yib ketganmiz. Hamma xonada ikkitadan bor. Hamma xonamizda shu patologga yaqin joyda ikkitadan bor. Ro'zaxonamizga rim ustun quyganmiz. Stullarimiz turlicha holatda, zamonaviy holatda qo'yilgan. Mana ikkita zinamiz bo'ladi. Zinamiz mana shu yonboshdan chiqib, bu yoqdan tushib ketiladi. Ikkita eshigimiz bor. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar. Kamchilik va xato bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Uyimizni qanaqa holatda chiqqanini keyingi videolarda xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Yana bir bor aytaman, mana shu issiqda ishlayotgan ustalarga Allohim o'zi sabr qanoat bersin. Uy egalariga ham, sababki ustalar uchun harakat qilishadi. Qozon osib issiqda oziq-ovqati bor ustalar ham. Ular uchun harakat qilishadi. Uy egalariga ham rahmat aytib qolamiz. Nimaiki ko'nida yaxshi niyati bo'lsa, niyatiga yetsin. Alloh taolo o'zi sabr qanoat bersin hammamizga issiqlarda. Savol takliflar bo'lsa